Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Sizning yurtimizning ravnaqi, odamlarga ijtimoiy yordam ko'rsatilishida chin yurakdan harakat qilayotganingiz uchun avvalambor katta rahmat. Men Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashovchi O'zbekiston Jurnalistlari uyushmasi a'zosi jurnalist Hojibegim Narziyevaman. Sizga bundan avval ham virtual qabulxona orqali ko'p marotaba murojaat qoldirgan edim, ammo foydasi bo'lmadi. Bugun sizga murojaat qilishimdan maqsad Buxoro viloyati va O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi kompaniyasi mansabdorlari faoliyatidagi nohaqliklar tufayli mening murojaatim atroflicha tekshirilmasdan, yolg'on asosida xulosa berilganligi va menga mutaxassisligim bo'yicha ish bermayotganligi, menga boshqa ish yuzaki taklif etilayotganligi hamda teleradiokompaniyada kompaniyada nafaqa yoshiga yetgan nafaqaxo'rlarni ishlab kelayotganligi natijasida men va menga o'xshagan yoshlarni ishsiz qolayotganligimiz va viloyat teleradiokompaniyasi kompaniyasi rahbariyati tomonidan O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 100 va boshqa moddalari xotin-qizlarga beriladigan imtiyozlarning ochiqdan ochiq buzilayotganligi sabab bo'ldi. Binobarin O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 100-moddasi, ya'ni mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan qilish deyilgan qonun normasining 1-qismi 7-bandida xodimning pensiya yoshiga to'lganligi, qonun hujjatlariga muvofiq yoshga doir davlat pensiyasini olish huquqi mavjud bo'lganda, ish beruvchining tashabbusiga ko'ra xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilinishi nazarda tutilgandir. Bu normani nimagadir rahbariyat inobatga olmasdan ish tutib kelmoqda. Men mazkur holat bo'yicha o'zimni ishga kirishim va mutaxassisligim bo'yicha ishlashim uchun qonuniy va adolatli yordam berishni so'rab 2022-yildan buyon Buxoro viloyati prokuraturasiga va xalq qabulxonalariga hamda bandlik vazirligiga, viloyat hokimiga, respublika bosh prokuraturasiga ham murojaatlar qilganman. Biroq murojaatlarimga hech qaysi tashkilot menga qonunga muvofiq javob berilmadi. Eng achinarlisi esa menga viloyat sobiq prokurori Istamov imzosi bilan 4-yanvar 2024-yildagi berilgan javob xatida sizga bo'sh ish o'rni ma'lum qilinganda siz hozirgi kunda Buxoro viloyat teleradiokompaniyasida kompaniyasida ishlash istagingiz mavjud emasligi to'g'risida bildirgansiz deyilgan. Biroq bunaqangi holat bo'lmagan. Qayta murojaat qilmaslik uchun shu javob xatini bergan davlat himoyachisi o'rganib qolganligi va bor aybni o'zidan soqit qilganligi ko'rinib turibdi. Shuningdek, Buxoro viloyati teleradiokompaniyasi kompaniyasi badiiy kengashining 2022-yil 9-mart kunida o'tkazilgan yig'ilish bayoni rasmiylashtirib, meni ishtirokimsiz va men hali ish bo'yicha murojaat qilmagan bir vaqtda men tomonimdan go'yoki Buxoro davlat universiteti va boshqa bir qator ta'lim muassasalari o'qituvchilarini tasvirga olish uchun taklif etilganligini, ssenariy loyihasi mukammal darajada bo'lmaganligi uchun uni qayta ishlash zarurligini direktor o'rinbosari Sherif axborot berganligi ko'rsatilgan. Biroq bunaqangi holat bo'lmagan va menga bunaqa topshiriq bo'lgan emas. Men bu vaqtda Toshkentda ishlayotgandim. Menga Buxoro viloyati teleradiokompaniyasi kompaniyasi rahbari Farmon Aminovni o'zi 2022-yil 20-apreldagi 80-sonli xati bilan Buxoro viloyati teleradiokompaniyasi kompaniyasiga yangi va dolzarb mavzuda ko'rsatuv konsepsiyasi taqdim etishimni va mazkur konsepsiya badiiy kengash tomonidan ijobiy xulosaga munosib ko'rilsagina efirga uzatilishi va shundan so'ng meni ishga qabul qilish masalasini ko'rib chiqilishi bildirgan edi. Men mazkur xat asosida ishga kirish uchun teleradiokompaniyaga yangi va dolzarb mavzuda konsepsiya tayyorlab, teleradiokompaniya rahbariga topshirish maqsadida borganimda rahbar hattoki mening konsepsiyamni ochib ham ko'rmasdan tanishib chiqmadi. Mening tayyorlangan konsepsiyamga badiiy kengash tomonidan ham o'rganilmasdan va imzomni olib tanishtirmasdan xulosa ham berilmagan. Bu holatdan o'z-o'zidan savol tug'iladi. Qanday qilib viloyat teleradiokompaniyasining badiiy kengashi mening konsepsiyam bilan ko'rib tanishmagan, tahlil qilib o'rganmasdan turib, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi kompaniyasi rahbariyatiga konsepsiyam bo'yicha salbiy xulosasini bergan.
Konsepsiya qo'limda turibdi-ku. Yuqoridagi holat bo'yicha men 2022-yil 23 dekabr kuni Buxoro viloyati teleradiokanali kanali rahbariga so'rov xati yozib, 2022-yil 20-aprelda 80-sonli javob xati asosida tayyorlangan konsepsiyam aslida badiiy kengash tomonidan o'rganilmaganligini, agar rostdan ham o'rganilgan bo'lsa, badiiy kengash tomonidan berilgan shu xulosani menga ham taqdim etishini so'raganman. Mazkur so'rovimga 6-yanvar 2023-yilda Buxoro viloyati teleradiokompaniyasi vaqtinchalik o'sha vaqtda vazifasini bajargan rahbari Shabanov tomonidan javob xati berilgan. Biroq javob xatda badiiy kengashning xulosasi haqida umuman so'z yuritilmagan. Afsus alam qiladigani, ular meni 3 yil davomida adolatsiz chiqarilgan bayonnomasi sabab ishga kirishimda mutasaddi idoralar xodimlari ularni jinoiy harakatlarni xasposhlab kelmoqda va bu masalada 3 marotaba hokimning sayyor qabullarida bo'ldim. Shaxsan Zaripovdan teleradiokompaniya rahbari Aminovni qabulga chaqirtirib, ko'rib chiqilgan Buxoro viloyati teleradiokompaniyasining badiiy kengash xulosasini taqdim etishni istayotganligimni bildirdim. Biroq Farmon Aminov qorasini ham ko'rsatmadi. Kasalligini bahona qilib ishdan ketgan dedilar hokim. Ammo hayron qolganim shu, Aminov ishdan ketganidan yana bir tashkilot Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohida rahbar lavozimini egallab ulguribdi. Hokim Aminovni o'zlari boshqa ishga o'tkazib qo'yib, hech nimani bilmaslikka oldilar. Meni aldadilar. Aminovni o'rniga o'rinbosari Shabanovni o'tganligini bilganimdan keyin Aminovni qing'irli ishlari yopig'li qozon yopig'icha qoldi. Hozirgi kunda teleradiokompaniya o'rinbosari Shabanov Aminov o'rniga ishini davom ettiryapti. Shabanov soxta hujjatlar tayyorlashda undan ham oshib tushdi. Bir ayolga bo'lgan munosabat shunchalar bo'ladimikan? Aslida tushunmasdan qolasan kishi. Nima sababdan Buxoro viloyati teleradiokanallar direktori Aminovning O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi raisi nomiga rasmiy xatida bildirgan holatlar yuzasidan menga hech narsa ma'lum qilinmadi. Mazkur holatni qonunga zid deb bilaman. Negaki Buxoro viloyati teleradiokompaniyasi rahbariyatining menga nisbatan hech bir hujjatda aniq ko'rsatib isbotlanmagan bir qancha asossiz tuhmatdan iborat vajlar bilan huquqim buzildi. Men bu holatni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228, 241 va boshqa moddalarida ko'rsatilgan holat deb tushunaman. Meni murojaatlarimga teleradiokompaniya direktori Aminov tomonidan 20-aprel 2022-yilda berilgan javob xatida esa siz bilan suhbat o'tkazilganda, suhbat davomida teleradiokompaniyada shtat jadvali bo'yicha bo'sh ish o'rinlari mavjud emasligi, 2022-yil uchun tasdiqlangan efir jadvaliga asosan barcha ko'rsatuvlar va eshittirishlar ijodiy xodimlar o'rtasida bo'linganligi, faqat suxandon va texnik xodimlar muayyan shartnomada faoliyat ko'rsatib kelayotganligi bildirildi.